Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Ertaga O'zbekiston hududida qanday ob-havo bo'lishi ma'lum qilindi. Fuqarolar ogoh bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet ertaga 29-yanvar kuni qanday ob-havo bo'lishini ma'lum qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida kechasi va ertalab biroz qor yog'adi. Tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-5 daraja sovuq, kunduzi 1 daraja sovuq, -1 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi, ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Yo'llarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 8-13 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja sovuq. Ustyurtda kechasi 17-22 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja sovuq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi, ba'zi joylarda tuman tushishi, yo'llarda yaxmalak kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 2 daraja sovuq, -3 daraja iliq. Cho'l hududlarda kechasi 8-13 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja sovuq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida kechasi va ertalab ba'zi joylarda biroz qor yog'adi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 2 daraja sovuq, -3 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida yog'ingarchilik kutilmaydi, ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, -3 daraja iliq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida kechasi va ertalab ba'zi joylarda biroz qor yog'adi. Ayrim joylarda yaxmalak kuzatiladi. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 2 daraja sovuq, -3 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti bilan qor yog'adi. Tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Qor ko'chish xavfi bor. Harorat kechasi 8-13 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja sovuq bo'ladi, deyiladi prognozlarda.